Diqqat aholiga tezkor xabar. Ob-havo keskin buziladi. Yurtimizga anomal sovuq bostirib kiradi. Kuchli qor yog'ishi kutilmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. So'nggi yangiliklardan va ob-havo yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda dam olish kunlari, ya'ni 19-21 yanvar kunlariga ob-havo prognozi e'lon qilindi. Unga ko'ra, bugun O'zbekiston hududiga nam va nisbatan sovuq havo massalari kirib kelishi kutilmoqda. Respublika hududining katta qismida yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat sharqiy hududlarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir va qor yog'adi. O'zgidromet xabariga ko'ra, havo harorati kunduzi -5 -10 darajadan, shimolda -3 + 2 darajadan yuqori bo'lmaydi. Ertaga faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida kechasi va ertalab yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik saqlanib turadi. O'zbekistonning qolgan hududlarida yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Aksariyat hududlarda havo harorati kechasi 0,5 darajagacha pasayadi, kunduzi 3-8 darajani. Shimolda kechasi -8 -3 darajani, kunduzi 0,5 darajani tashkil etadi. Yakshanba kuni mamlakat hududida ochiq va quyoshli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Harorat kechasi 0,5 daraja atrofida bo'lishi saqlanib turadi. Kunduzi 7-10 darajagacha ko'tariladi. Respublika shimolida kechasi -5 -10 darajagacha, kunduzi 2-7 darajagacha bo'ladi. 20-21 yanvarda shimolda va cho'l hududlarda ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 mm/sekundgacha kuchayishi mumkin. Toshkent va Namangan viloyatlarining tog'li hududlarida ushbu kunlarda qor ko'chish xavfi bor. Poytaxtda bugun vaqti bilan biroz yog'ingarchilik, yomg'ir va qor yog'adi. Shamol g'arbdan 3-8 mm/sekundda tezlikda esadi. Harorat kunduzi 5-7 darajadan yuqori bo'lmaydi. Dam olish kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Sharqiy yo'nalishdagi shamol tezligi 3-8 mm/sekund atrofida bo'ladi. Kechasi havo harorati -1 -3 darajagacha pasayadi. Kunduzi 4-7 daraja atrofida bo'ladi, deyiladi xabarda.